Assalomu alaykum. Camry 40 объем 5. Mashina ventilyator qo'shilmaydi deb akib tashladi. Diagnostika jasadik. Mana dатчик temperatura охлаждающий жидкость. Qay dатчик desangizlar, ventilyator qo'shmay qolатын bo'lsa, relе предохранитель axtarmas burun bulay tekshiruga bo'ladi inshaalloh. Buna yerda 3.5 motorlarda mana yerlarda dатчик bo'ladi. Ventilyator qo'shmaydi. Mana alınmaydi ekan qastirma. Ajratib tashladim. Ventilyator qo'shdi. Ya'ni bizda o'sna ventilyator qo'shmay qolатын bo'lsa, ko'pincha birinchi relesin, предохранитель tekshirmas burun birinchi o'z dатчикni ajratib ko'rsangizlar, o't olib turgan кезде ventilyator qo'shadi. Yo'lda qolib ketgan joyda qo'shmay qolgan кезде o'sha istaysizlar. Dатчикni chiqib qo'ydim. Uni o'chdi. O'zining temperaturasiga kelgan кезде o'zi avtomatli turda qo'shib kerak. Tebir joyda mamandlarga bormay birinchi o'sla tekshirib olsangiz bo'ladi. Solay ventilyator qo'shib turgan bo'lатын bo'lsa, 100% dатчикni austraverga bo'ladi inshaalloh. Jalp sol, Alloh sizlarga beraka bersin, foydali etsin.